Sochingiz ulamami deb mendan har kuni so'rashadi va bugun men sizlarga chestni javob bermoqchiman. Yo'q, sochim ulama emas, hammasi o'zimning sochim, bu shunchaki to'g'ri qilingan parvarishni natijalari. Direktimga har kun kelib tushadigan savollardan bittasi sochingizga qanday uxlat qilasiz. Aynan shu uchun shu videoni sizlarga tayyorladim. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Sochimni yuvishdan oldin har doim maslani maska qilaman. Menda rozmarinovoy masla. Uni shunchaki qo'limga nanasis qilamanda, ko'rinlarimga qo'yib, обязательно mana shunaqa massajni shotka bilan massaj qilib chiqaman. Buni qirib qilmayman. Voy, sochlarim uchib ketdi. Va shunchaki massajni dvijeniyalar bilan 3 minutdan 5 minutgacha ham qilaman. Kravopottok yaxshi bo'lgani sababli sochlaringiz kuchli, mustahkam va tez o'sishga moyil bo'lib qoladi. Sochlarimni ikki xil shampun bilan yuvaman. Birinchisi rozmarinovoy shampun, ikkinchisi esa Kerastasni mana shu lineykasidagi shampun. Bu shampun bu sochga shunaqa zo'r blesk berib turadi va buni bilasizlarmi, yana bitta zo'r tomoni hidiga prosta gap bo'lishi mumkin emas, hidi 1-2 kun точно turib beradi. Shu brendni balzamlarini ham juda yaxshi ko'rib foydalanaman. Bunisida hid unchalik emas, lekin mana shu lineykasini hidi sochingizda 2 kun parfumdek turib beradi. Hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Kerastas, I think it's time for collaboration. Xuddi shu brendni mana bu maskasini ishlataman. Sochlarimni ukladka qilishdan oldin обязательно термозащита наносить qilaman. Ivreshe brendidan mana shunaqa termozащитка. Ivreshe имейте в виду, мы можем с вами сделать коллаборацию. Ukladkadan keyin sochimga обязательно masla наносить qilaman. Mana maslam ikki xil. Birinchisi более lyuksовый segmentdagi Kerastas, arzonroq varianti esa organovoy masla. Bu mana sochlarimga qilinadigan bazaviy uxodimidi. Agar uy sharoitida qiladigan maskalarim sizlarga qiziq bo'lsa, kommentlarda plus belgisini yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha